O'zbekda o'zbek poddeşka qiladigan insonlarga Abdusha assalomu alaykum. Qani salomingizga necha kishi alay olar ekan, ko'ramiz. O'zbek degan noming bor, g'ururing bor, oring bor. Oktyabr oyida tug'ilgan insonlarning ko'pchiligi chiroyli va xushbichim bo'ladi. Bu insonlarni bir ko'rishda yoqtirib qolish hech gap emas. Negaki ular doimo toza va ozoda kiyinishni va odamlarga chiroyli gapirishni qoyillatishadi. Shu bilan birgalikda o'zlariga haddan ziyod e'tibor qaratishadi. Bu insonlarning hayotda dushmanlari juda kam bo'ladi. Negaki ular tanigan, bilgan insonlarni o'ziga yaqin tutishga va ular bilan tez-tez suhbatlashib turishga harakat qilishadi. Oktyabr oyida tug'ilgan insonlar ko'pincha sevib qolishsa, sevgisini umuman oshkor etmaydi. Toki bunga ishonchlari komil bo'lmaguncha u insonni kuzatishda va sinashda davom etadilar. Bu insonlar hayotga o'tkir nazar bilan boqadilar. O'sha uchun ular orasida huquqshunos, sudya, sotuvchi va teatrshunoslarni ko'p uchratish mumkin.